9-bo'lim 7-bob. Saylanma o'xshashlik. Dilingga ozor bermay, ko'nglingni ololmaydilar. Hozirgi zamon muallifidan. Bolalar uni jonlaridan yaxshi ko'rishar, Julien esa ularga mutlaqo befarq qarar edi. Uning xayoli uzoq-uzoqlarda kezib yurardi. Bolalar qanchalik to'polon qilishmasin, u hammasiga bardosh berardi. Sovuqqon, odil va xolis bu yigit yaxshi tarbiyachi edi. Bolalar uni yaxshi ko'rib qolishganning boisi, u paydo bo'lgandan buyon ular ortiq zerikmay qo'yishgandi. Julienning o'zi esa unga dasturxonning bir chetidan joy bergan mazkur kiborlar jamiyatdan qattiq nafratlanar edi. Ehtimol uning nafratini xuddi ana shu dasturxonning cheti qo'zg'agandir. Ba'zan biror ziyofat payti stol yonida o'tirarkan, u atrofdagi kishilarga nisbatan nafratini sezdirib qo'yishiga sal qolardi. Avliyo Lyudovik bayrami kuni u stol yonida janob Valenoning safsata sotishini eshitib o'tirib, oz bo'lmasa dildagini sezdirib qo'yay dedi. Shundan so'ng u bolalardan xabar olishi lozimligini bahona qilib boqqa qochib chiqdi. Halollik haqida gap sotishlariga o'lasanmi, derdi xayolan Julien. Go'yo dunyoda halollikdan bo'lak birorta fazilat yo'qdek. Shu bilan birga yo'qsillar mulkiga xo'jayin bo'lib olgandan buyon davlatini 2-3 chandon ko'paytirib olgan odamning tovonini o'pay deyishadi. Imonim komilki, janob Valeno hatto davlat anavi sho'rpeshana tashlandiq bolalarga ajratgan pulning ham kattagina qismini tuya qiladi. Sag'irning haqiga xiyonat-ku axir bu. Voy maxluqlar-ey, voy to'ng'izlar. O'zimning tashlandiq boladan nima farqim bor? Hamma otam, akalarim, butun oilamiz meni ko'rgani ko'zi yo'q. Ana shu avliyo Lyudovik bayramidan bir necha kun avval Julien oyatlarni yodida takrorlab, Sadoqat xiyobandan yuqoriroqda joylashgan Belveder deb atalmish daraxtzorda sayr qilib yurgan paytda qo'qqisidan pasqam so'qmoqlarning birida akalariga duch kelib qoldi. Uning ajoyib qora kostyumi, o'zini vazmin tutishi va akalariga nisbatan ochiqdan ochiq nafrati bu qo'pol ishchi yigitlarning shu qadar g'azabini qaynatib yubordiki, ular Julienga tashlanib uni hushidan ketguncha do'pposlashdi. Boyaqish yigit qop-qora qonga belangancha yerga cho'zilib qoldi. Janob Valeno va prefekt yordamchisi hamrohligida sayr qilib yurgan Derenal xonim tasodifan shu daraxtzorga kirib behush yotgan Julienni ko'rib qoldi-yu, uni o'ldirishibdi deb gumon qilib kapalaga uchib ketdi. Ayol qattiq iztirobga tushganini ko'rib, janob Valenoning rashki qo'zidi. Biroq u bekor tashvish qilgan edi. Julien Derenal xonimning go'zalligini tan olardi-yu, lekin ana shu go'zalligi uchun ham yomon ko'rardi. Axir uning hayotda muvaffaqiyat qozonishi yo'lida birinchi to'siq ayolning shu go'zalligi bo'lib, yigit unga qoqilishiga sal qolgandi. U birinchi kun Derenal xonimning husniga mahliyo bo'lib, uning qo'lini o'pgani ayolning esidan tezroq chiqsin uchun undan iloji boricha o'zini olib qochib yurardi. Derenal xonimning oqsochi Eliza bir ko'rishdayoq navqiron tarbiyachini sevib qoldi. U o'z bekasiga tinimsiz shu haqda gapirardi. Elizaning muhabbati xizmatkorlardan birining qalbida Julienga nisbatan adovat tug'ilishiga sabab bo'ldi. Ulardan birida Julien o'sha odamning Elizaga qarab, uyimizda o'sha isqir tarbiyachi paydo bo'lgandan beri men bilan gaplashgingiz ham kelmay qoldi deganini o'z qulog'i bilan eshitdi. Julien bunday sifatlashga mutlaqo munosib emasdi albatta. Lekin shunga qaramay, kelishgan yigit bo'lgani uchun ham o'ziga ko'proq oro bera boshladi. Shundan so'ng janob Valeno ham uni battar yomon ko'rib qoldi. U barchaga eshittirib, yosh abbatga bunday oliftalik mutlaqo yarashmaydi deb yurardi. Etaklari uzun qora kamzul kiygan Julien shu turishda ko'proq jubbasini yechib qo'ygan rohibga o'xshab ketardi. Derenal xonim Julienning o'xtin-o'xtin Eliza bilan gaplashib turganini ko'rardi. Ayol surishtirib, buning boisi yosh tarbiyachining kiyim boshi
taqchilligida ekanini bilib oldi. Ich kiyimlari juda kam ekan. Shu sababdan ham yigit tez-tez shularni yuvib berishni Elizadan iltimos qilib turar ekan. O'zi xayolga ham keltirmagan bunday qashshoqlikni ko'rib, Derenal xonimning ko'ngli buzilib ketdi. Ayol unga bir necha juft ko'ylak sovg'a qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yuragi dov bermadi. Ana shu ichki ixtilof Julien tufayli uning diliga ozor yetkazgan birinchi og'ir tuyg'u bo'ldi. Shu paytga qadar esa Julienning ismi ayol uchun sof ma'naviy quvonchning timsoli bo'lib kelgan edi. Julienning qashshoqligi haqidagi fikrdan tinchligini yo'qotgan Derenal xonim bir kuni eriga sovg'a tariqasida Julienga ich kiyim olib bersammikin deb og'iz ochdi. "Bema'ni gap", dedi javoban janob Derenal. "Ishidan rozi bo'lsak, o'zi bizga yaxshi xizmat qilayotgan bo'lsa, endi nega unga sovg'a qilishimiz kerak ekan? Agar ko'ngildagidek ishlamayotganini sezganimizda edi, unda boshqa gap. U holda tarbiyachimizni yaxshiroq ishlashi uchun rag'batlantirishimiz lozim bo'lardi." Derenal xonimga erining bunday nuqtai nazari kishini xo'rlash bo'lib ko'rindi. Biroq uylarida Julienning paydo bo'lguniga qadar ayol bunday gaplarga e'tibor ham bermagan bo'lardi. Endi esa har gal navqiron abbatning garchi ancha oxiri to'kilgan bo'lsa-da, orasida kostyumiga ko'zi tushar ekan, ayolning dilidan beixtiyor bechora yigit bunday sarishta yurishning qanday uddasidan chiqarkina degan xayol kechardi. Asta-sekin Julienga yetishmaydigan barcha narsalar ayolning aslo jig'iga tegmay, aksincha uning qalbida rahm-shafqat hissini uyg'otadigan bo'lib qoldi. Derenal xonim bir qarashda ovsardek tuyuladigan ayollar sirasiga kirardi. Uning hech qanday hayotiy tajribasi bo'lmay, suhbat chog'i u o'zini ko'rsatishga urinmasdi. Nozik va mag'rur qalb sohibasi bo'lgan bu ayol har qanday inson singari baxt sari intilar ekan, taqdir taqozosi bilan tevarak atrofini o'rab turgan bu qo'pol kishilarning nima qilishayotganiga ko'pincha shunchaki e'tibor bermasdi. Agar biror ma'lumoti bo'lganida edi, Derenal xonim o'zining soddadilligi va aqli tiyrakligi bilan kishilar e'tiborini o'ziga tortgan bo'lardi. Biroq badavlat merosxo'r sifatida u Iso alayhissalomning muqaddas yuragi ordenining ashaddiy muxlislari bo'lgan hamda euzitlarning dushmani hisoblangan barcha fransuzlardan qattiq nafratlanadigan rohibalar qo'lida tarbiya topgan edi. Xonim monastirda o'qitishgan barcha bo'lmag'ur narsalarni tez kunda unutib yuborishga aqli yetdi-yu, biroq buning o'rnini biror boshqa ma'lumot bilan to'ldira olmadi va butunlay jaholatda yashayverdi. Badavlat merosxo'r bo'lganidan odamlarning unga xushomad qilishlari va o'zining g'oyatda xudojo'y bo'lgani xonimning odamovi bo'lishiga sabab bo'ldi. Ko'rinishidan u juda itoatgo'y, o'z irodasidan butunlay voz kechgandek tuyulardi. Shuning uchun ham veryerlik janoblar doim uni o'z xotinlariga ibrat qilib ko'rsatishar va bundan janob Derenal g'oyat faxrlanib yurardi. Aslida esa xonimning odatdagi ruhiy holati o'ta ketgan takabburlik oqibati edi. Mag'rurlik timsoli sifatida eslab yuriladigan biror malika ham o'z saroy ahlining qilayotgan ishiga mana shu g'oyatda muloyim va kamsuqum ko'ringan ayol o'z erining barcha ishlari yoki aytgan gaplariga e'tibor bergandan ko'ra ko'proq e'tibor bergan bo'lsa ajab emas. Julien kelguniga qadar xonim e'tibor beradigan yagona narsa uning o'z bolalari edi. Ularning tobi qochishi, ularning tashvishi-yu, ularning quvonchi qalbini butunlay band etib qo'ygan edi. Derenal xonim umri bino bo'lib, Bezansondagi Iso alayhissalomning muqaddas yuragi monastirida tarbiya ko'rayotgan kezlari mehr qo'ygan Parvardigordan bo'lak hech kimni sevmagan edi. Agarchi xonim bu haqda birovga aytishni lozim topmagan bo'lsa-da, biroq o'g'ilchalardan birortasining xiyol eti uvishsa yoxud issig'i ko'tarilsa, u darhol go'yo
farzandi nobud bo'lganday o'rtana boshlardi. Oilaviy hayotining birinchi yillari u ochilib-sochilib ketgan kezlari eriga o'z kechinmalarini hikoya qilmoqchi bo'lganida, janob de Renal yelkasini qisib iljayar va xotinlarning tentakligi haqida biror siyqasi chiqqan gapni aytib qo'ya qolardi. Bunday hazillardan, ayniqsa bolalarning betobligi xususidagi hazillardan de Renal xonim zil ketardi. Yoshlik yillarini o'tkazgan Iuzitlar monastiridagi yaltoqi xushomad o'rniga u ana shu narsaga ega bo'lgan edi. Qayg'u uni tarbiyaladi. Bu dilsiyohlik haqida u hatto eng yaqin dugonasi Dirvil xonimga ham bir og'iz gap aytmadi. Bunga uning g'ururi yo'l qo'ymasdi. Shuning uchun ham u barcha erkaklar o'z eri janob Valeno va prefektning yordamchisi Sharko de Majeronga o'xshagan bo'lsa kerak degan ishonch bilan yuraverdi. Qo'pollik va daromad, mansab hamda mukofotga aloqasi bo'lmagan barcha narsaga o'ta beparvolik, o'zlariga yoqmaydigan har qanday fikrga nisbatan ko'r-ko'rona nafrat, erkak zoti uchun bularning bari xonimning nazdida ularning etik hamda fetr shlyapa kiyib yurishi kabi tabiiy bir narsadek tuyulardi. Biroq oradan shuncha yil o'tishiga qaramay, de Renal xonim baribir o'zi oralarda yashashga majbur bo'lgan bu puldorlarga ko'nika olmadi. Navqiron dehqon yigitcha Julyenning bunday muvaffaqiyat qozonishi ham ana shundan edi. Shu oliyjanob va mag'rur qalb sohibiga bo'lgan xayrixohlik xonim yuragiga o'zining yangilik jozibasi bilan qandaydir shirin halovat baxsh etdi. De Renal xonim tez orada Julyenning eng oddiy narsalarni bilmasligini, bu hol hatto uning ko'nglini iyitardi va biroz qo'polligini kechirib yubordi. U asta-sekin bu qo'pollikni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Xonim yigitcha eng oddiy narsalar haqida ham juda ta'sirli qilib gapirishini his etdi. Masalan, uning ko'chani kesib o'tayotganda yelib borayotgan dehqon aravasi bosib ketgan it haqidagi hikoyasini olaylik. Bunday baxtsiz hodisa janob de Renalning qo'pol kulgisiga sabab bo'lardi. Bu o'rinda esa xonim Julyenning qop-qora va chiroyli qoshlari iztirob bilan chimirilganligini ko'rdi. Bora-bora unga mardlik, ruhan oliyjanoblik, insoniylik kabi fazilatlar faqat ana shu navqiron abbatgagina xosdek tuyula boshladi. Bu fazilatlar ta'sirida o'z qalbida uyg'ongan xayrixohlik va hatto qoyil qolish tuyg'ularini xonim endi yolg'iz Julyengagina bag'ishlagan edi. Parijda Julyen bilan de Renal xonim o'rtasidagi munosabat osongina hal bo'la qolardi. Ammo Parijda muhabbat romanlar mahsuli hisoblanadi. Navqiron tarbiyachi va uning tortinchoq bekasi 3-4 ta roman o'qigach yoki gimnaz teatrida ijro etiladigan qo'shiqlarni tinglagach, darhol o'z munosabatlarini aniqlab olgan bo'lardilar. Romanlar ularga o'zlarini qanday tutishni o'rgatgan, taqlid qilish uchun namunalar ko'rsatgan bo'lardi. Qarabsizki, hatto ehtimol o'zi istamagan holda ham Julyen shuhratparastlik yuzasidan beixtiyor o'sha romanlarda tasvirlangan muhabbatga taqlid qilib qo'ya qolardi. Aveyrondagi biror kichik shaharcha yoki Pireney tog'i etaklarida har qanday tasodif masalani bir zumda hal qilgan bo'lardi. Odatda issiq iqlimning ta'siri shunaqa bo'ladi. Bizning ser bulut osmonimiz tagida esa kambag'al yigitcha shoir tabiat bo'lgani uchun pul sarf qilish lozim bo'lgan quvonchlarga intilgandan ham shuhratparast bo'lib qoladi. U har kuni faqat bolalarining tashvishi bilan yashaydigan va o'zining yurish-turishi uchun romanlardan namuna izlamaydigan 30 yoshli g'oyat pokiza ayolni ko'radi. Hamma narsa asta-sekin davom etadi, chunki viloyatda voqealar juda ohista rivojlanadi va bu tabiiy hol albatta. 8-bo'lim. Oradan 1,5 soatcha vaqt o'tgach, boshdan oyoq qora kiyim kiygan yangi tarbiyachi bilan uyga qaytar ekan, janob de Renal xotinini hamon o'sha joyda o'tirganini ko'rdi.
Xonim Juliyenni ko'rgach, ko'ngli biroz joyiga tushdi. Tarbiyachi ko'z o'ngida bo'lgandan ayol undan ortiq cho'chimadi. Juliyen esa endi uy bekasini o'ylamay qo'ygandi. Hayotga va kishilarga nisbatan bo'lgan ishonchsizligiga qaramay, shu topda uning qalbi xuddi yosh bolanikidek edi. Uning nazarida 3 soat burun cherkovda qo'rquvdan qaltirab o'tirgandan buyon oradan yillar o'tib ketgandek tuyuldi. Birdan u Derenal xonimning qovoq uyib o'tirganini ko'rdi-yu, qo'lini o'pishga jur'at etgani uchun ayolning jahli chiqqanini payqadi. Biroq mutlaqo kiyib o'rganmagan yangi kostyum tufayli endigina qalbida ko'tarilib kelayotgan faxrlanish tuyg'usidan o'zini yo'qotayozgan va shu bilan birga dilidagi quvonchni yashirishga urinayotgan Juliyenning barcha xatti-harakatlari qandaydir jo'shqin tus olgan edi. Derenal xonim uni hayrat bilan kuzatib turardi. "Sporiq bo'ling taqsir", dedi yigitga qarab. "Janob Derenal, agar o'g'illarim va xizmatkorlar oldida obro' qozonmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni vazminroq tuting." "Afandim", dedi javoban Juliyen. "Bu yangi kiyimimda o'zimni noqulay his etyapman. Kambag'al dehqon bo'lganim tufayli umrim bino bo'lib, kalta kamzulchadan bo'lak kiyim kiymagan edim. Ijozat etsangiz, biroz yolg'iz qolish uchun o'z xonamga borsam." "Xo'sh qalay, topgan tarbiyachimiz haqida nima deysan?" deb so'radi xotindan janob Derenal. Dilida o'zi ham anglab yetmagan qandaydir istak tug'ilgan Derenal xonim eridan haqiqatni yashirdi. "Bu qishloq yigitcha menga uncha yoqmadi. Sizning iltifotlaringizdan surbetlashib ketmasa deb qo'rqaman. U holda bir oy o'tar o'tmas uning javobini berib yuborishingizga to'g'ri keladi." "Nimayam derdim. Javobini bersak beraveramiz-da. To'g'ri, 100 frankka yaqin chiqim bo'ladi, lekin bu orada verrierliklarning ko'zi janob de Renal bolalarning tarbiyachisi borligiga ko'nikib qoladi. Agar u ishchilar kiyadigan kamzulchasida yursa, bunga erishib bo'lmaydi. Uni haydagan taqdirimizda esa turgan gap movut furushdan hozir olib kelgan anavi 2 kiyimlik mato o'zimda qoladi. Unga faqat ustaxonadan egniga kiydirib kelgan anavi kiyimlarni berib yuboraman." Juliyen o'z xonasida 1 soatga yaqin yolg'iz o'tirdi. Biroq Derenal xonim bu vaqtning qanday o'tib ketganini ham sezmay qoldi. Bolalarga endi ularning tarbiyachilari bor ekanligini aytishgan edi. Ular onalarni savolga ko'mib tashlashdi. Nihoyat xonasidan Juliyen chiqib keldi. Endi u mutlaqo boshqa odam bo'lib o'zini sipo tutyapti deyish kifoya qilmasdi. Yo'q, bu sipolikning timsoli edi. Uni bolalarga tanishtirishgan edi. Juliyen ularga qarata vazminlik bilan shunday bir ohangda so'zladiki, hatto janob Derenalning o'zi ham yoqasini ushlab qoldi. "Mening bu yerga kelishimdan maqsad, janoblar", dedi u bolalarga o'z nutqining oxirida, "sizlarga lotin tilini o'rgatishdir. Darsda javob berish qanday bo'lishi o'zingizga ma'lum. Mana bu muqaddas kitobga bir nazar tashlang." Shunday deb u bolalarga qora muqovali kichkinagina kitobchani ko'rsatdi. Injil deb atalmish ushbu kitobda Iso alayhissalomning hayoti bayon etilgan. Men darsingizni muttasil ana shu kitob bo'yicha so'rayman. Endi esa mendan dars so'rashingiz mumkin. Marhamat, kitobni oling. Bolalarning kattasi Adolf kitobni qo'liga oldi. "Biror sahifani oching-da", deb davom etdi Juliyen. "Istagan oyatingizning birinchi so'zini ayting. Men esa hayotda barchamizga ibrat bo'lishi lozim bo'lgan bu muqaddas kitobni to o'zingiz to'xtamaguningizcha yoddan o'qib beraman." Adolf kitobni ochib, bir so'zni o'qigan edi. Juliyen xuddi ona tilida so'zlayotganday, sira tutilmay butun sahifani yoddan aytib bera boshladi. Janob Derenal xotiniga gerdayib qarab qo'ydi. Otasi bilan onasining ajablanishayotganini ko'rgan bolalar Juliyenga baqirib qarab turishardi. Mehmonxona eshigida xizmatkor paydo bo'ldi. Juliyen lotin tilida gapirardi. Xizmatkor avvaliga taqqa to'xtab qoldi-da, so'ng xiyol o'tmay g'oyib bo'ldi. Keyin eshik yoniga oqsoch ayol bilan oshpaz qiz keldi.
Adolf shungacha kitobning 8 joyini ochib ulgurgan, Julien esa o'sha sira tutilmay Injilni yoddan o'qiyotgan edi. Yo Parvardigor, shunaqayam barno yigit bo'ladimi? O'zi yoshgina-yu darrov ruhoniy bo'lib olibdi-ya, dedi beixtiyor, tabiatan yumshoq ko'ngil va o'ta xudojo'y oshpaz qiz. Julienning lotin tilini bunday yaxshi bilishi janob de Renalning izzat nafsiga tegdi. U yangi tarbiyachini imtihon qilishni xayoliga ham keltirmagan bo'lsa-da, biror lotincha iborani eslashga urina boshladi. Nihoyat u Garasining bitta she'rini esladi. Biroq Julien lotin tilida Injildan bo'lak hech nimani bilmasdi. Shu boisdan u qovog'ini uyib dedi: "Men o'zimni ruhoniylikka tayyorlayapman. Ruhoniylik unvoni esa bunday shakkok shoir asarlarini o'qishni man etadi." Janob de Renal go'yo Garasiniki bo'lmish yana bir qator she'rlarni o'qidi-da, o'g'illariga Garasining kim ekanligini tushuntira boshladi. Biroq bolalar Julienga qoyil qolganlaridan angrayishib, otalarining gapiga mutlaqo e'tibor bermadilar. Ular Juliendan ko'z uzishmasdi. Xizmatkorlar hamon eshik oldida angrayib turishardi. Julien sinovni davom ettirishga qaror qildi. Xo'sh, endi Stanislav Ksavye ham menga Injilning biror oyatini taklif qilsin. Bolalarning eng kichigi Stanislav g'ururlangandan chehrasi yorishib, oyatning birinchi so'zini hijjalab o'qigan edi. Julien butun sahifani yoddan aytib bera boshladi. Go'yo janob de Renal o'z tantanasidan huzur qilsin uchun ataylab qilgandek, Julien surani yoddan o'qib turgan paytda mehmonxonaga ajoyib Normand yo'rg'alarining egasi janob Valeno bilan viloyat prefektining yordamchisi janob Charcot de Mageron kirib kelishdi. Shu voqeadan so'ng Julienga hamma taqsir deb murojaat qiladigan bo'ldi. Hatto xizmatkorlar ham uning bu unvonini tan olishdi. Kechqurun butun Verrier bu mo'jizani ko'rmoq uchun merning uyiga yopirilib keldi. Julien barcha savollarga qovog'ini solib, sipolik bilan javob qilar, natijada suhbatdoshlari unga bachkana savollar berishga botinishmas edi. Shaharda uning shuhrati shu qadar tez taraldiki, oradan bir necha kun o'tar o'tmas birortasi o'ziga og'dirib ketmasa edi deb cho'chib qolgan janob de Renal yigitga 2 yil ishlash xususidagi shartnomaga imzo chekishni taklif qildi. "Yo'q, afandim", deb sovuqqina javob qildi Julien. "Agar meni haydasangiz, men ketishga majbur bo'laman. Sizning zimmangizga hech qanday majburiyat yuklamay, faqat mening qo'l oyog'imni bog'lab beradigan bunday shartnoma adolat yuzasidan bo'lmaydi. Men unga imzo chekmayman." Julien obro' saqlab o'zini shu qadar sipo tutdiki, uning bu uyga kelgandan buyon bir oy o'tmasdan hatto janob de Renalning o'zi ham uni hurmat qila boshladi. Keksa kuyre endi janob de Renal hamda Valeno janoblari bilan aloqani butunlay uzib yuborgani tufayli Julienning Napoleonga bo'lgan ixlosi haqida hech kim ularga yetkaza olmasdi. Uning o'zi esa Bonaparte to'g'risida faqat dahshat bilan gapirardi. 9-bo'lim 7-bob. Saylanma o'xshashlik. Dilingga ozor bermay, ko'nglingni ololmaydilar. Hozirgi zamon muallifidan. Bolalar uni jonlaridan yaxshi ko'rishar, Julien esa ularga mutlaqo befarq qarar edi. Uning xayoli uzoq-uzoqlarda kezib yurardi. Bolalar qanchalik to'polon qilishmasin, u hammasiga bardosh berardi. Sovuqqon, odil va xolis bu yigit yaxshi tarbiyachi edi. Bolalar uni yaxshi ko'rib qolishganning boisi, u paydo bo'lgandan buyon ular ortiq zerikmay qo'yishgandi. Julienning o'zi esa unga dasturxonning bir chetidan joy bergan mazkur kiborlar jamiyatdan qattiq nafratlanar edi. Ehtimol uning nafratini xuddi ana shu dasturxonning cheti qo'zg'agandir. Ba'zan biror ziyofat payti stol yonida o'tirarkan, u atrofdagi kishilarga nisbatan nafratini sezdirib qo'yishiga sal qolardi. Avliyo Lyudovik bayrami kuni u stol yonida janob Valenoning
safsata sotishini eshitib o'tirib, oz bo'lmasa dildagini sezdirib qo'yay dedi. Shundan so'ng u bolalardan xabar olishi lozimligini bahona qilib boqqa qochib chiqdi. Halollik haqida gap sotishlariga o'lasammi derdi xayolan Julien. Go'yo dunyoda halollikdan bo'lak birorta fazilat yo'qdek. Shu bilan birga yo'qsillar mulkiga xo'jayin bo'lib olgandan buyon davlatini 2-3 chandon ko'paytirib olgan odamning tovonini o'pay deyishadi. Imonim komilki, janob Valeno hatto davlat anavi sho'rpeshona tashlandiq bolalarga ajratgan pulning ham kattagina qismini tuya qiladi. Sag'irning haqiga xiyonat-ku axir bu. Voy maxluqlar-ey, voy to'ng'izlar. O'zimning tashlandiq boladan nima farqim bor? Hamma otam, akalarim, butun oilamiz meni ko'rgani ko'zi yo'q. Ana shu avliyo Lyudovik bayramidan bir necha kun avval Julien oyatlarni yodida takrorlab, Sadoqat xiyobondan yuqoriroqda joylashgan Belveder deb atalmish daraxtzorda sayr qilib yurgan paytda qo'qqisidan pasqam so'qmoqlarning birida akalariga duch kelib qoldi. Uning ajoyib qora kostyumi, o'zini vazmin tutishi va akalarga nisbatan ochiqdan ochiq nafrati bu qo'pol ishchi yigitlarning shu qadar g'azabini qaynatib yubordiki, ular Julienga tashlanib uni hushidan ketguncha do'pposlashdi. Boyaqish yigit qop-qora qonga belangancha yerga cho'zilib qoldi. Janob Valeno va prefekt yordamchisi hamrohligida sayr qilib yurgan Derenal xonim tasodifan shu daraxtzorga kirib, behush yotgan Julienni ko'rib qoldi-yu, uni o'ldirishibdi deb gumon qilib kapalaga uchib ketdi. Ayol qattiq iztirobga tushganini ko'rib, janob Valenoning rashki qo'zidi. Biroq u bekor tashvish qilgan edi. Julien Derenal xonimning go'zalligini tan olardi-yu, lekin ana shu go'zalligi uchun ham yomon ko'rardi. Axir uning hayotda muvaffaqiyat qozonishi yo'lida birinchi to'siq ayolning shu go'zalligi bo'lib, yigit unga qoqilishiga sal qolgandi. U birinchi kun Derenal xonimning husniga mahliyo bo'lib, uning qo'lini o'pgani ayolning esidan tezroq chiqsin uchun undan iloji boricha o'zini olib qochib yurardi. Derenal xonimning oqsochi Eliza bir ko'rishdayoq navqiron tarbiyachini sevib qoldi. U o'z bekasiga tinimsiz shu haqda gapirardi. Elizaning muhabbati xizmatkorlardan birining qalbida Julienga nisbatan adovat tug'ilishiga sabab bo'ldi. Ulardan birida Julien o'sha odamning Elizaga qarab, uyimizda o'sha isqir tarbiyachi paydo bo'lgandan beri men bilan gaplashgingiz ham kelmay qoldi deganini o'z qulog'i bilan eshitdi. Julien bunday sifatlashga mutlaqo munosib emasdi albatta. Lekin shunga qaramay, kelishgan yigit bo'lgani uchun ham o'ziga ko'proq oro bera boshladi. Shundan so'ng janob Valeno ham uni battar yomon ko'rib qoldi. U barchaga eshittirib, yosh abbatga bunday oliftalik mutlaqo yarashmaydi deb yurardi. Etaklari uzun qora kamzul kiygan Julien shu turishda ko'proq jubbasini yechib qo'ygan rohibga o'xshab ketardi. Derenal xonim Julienning o'xtin-o'xtin Eliza bilan gaplashib turganini ko'rardi. Ayol surishtirib, buning boisi yosh tarbiyachining kiyim boshi taqchilligida ekanini bilib oldi. Ich kiyimlari juda kam ekan. Shu sababdan ham yigit tez-tez shularni yuvib berishni Elizadan iltimos qilib turar ekan. O'zi xayolga ham keltirmagan bunday qashshoqlikni ko'rib, Derenal xonimning ko'ngli buzilib ketdi. Ayol unga bir necha juft ko'ylak sovg'a qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin yuragi dov bermadi. Ana shu ichki ixtilof Julien tufayli uning diliga ozor yetkazgan birinchi og'ir tuyg'u bo'ldi. Shu paytga qadar esa Julienning ismi ayol uchun sof ma'naviy quvonchning timsoli bo'lib kelgan edi. Julienning qashshoqligi haqidagi fikrdan tinchligini yo'qotgan Derenal xonim bir kuni eriga sovg'a tariqasida Julienga ichki kiyim olib bersammikin deb og'iz ochdi. "Bema'ni gap", dedi javoban janob Derenal. "Ishidan rozi bo'lsak, o'zi bizga yaxshi xizmat qilayotgan bo'lsa, endi nega unga sovg'a qilishimiz kerak ekan? Agar ko'ngildagidek ishlamayotganini
sezganimizda edi, unda boshqa gap. U holda tarbiyachimizni yaxshiroq ishlashi uchun rag'batlantirishimiz lozim bo'lardi. Derinal xonimga erining bunday nuqtai nazari kishini xo'rlash bo'lib ko'rindi. Biroq uylarida Julienning paydo bo'lguniga qadar ayol bunday gaplarga e'tibor ham bermagan bo'lardi. Endi esa har gal navqiron abbatning garchi ancha oxiri to'kilgan bo'lsa-da, orasida kostyumiga ko'zi tushar ekan, ayolning dilidan beixtiyor bechora yigit bunday sarishta yurishning qanday uddasidan chiqarkina degan xayol kechardi. Asta-sekin Julienga yetishmaydigan barcha narsalar ayolning aslo jig'iga tegmay, aksincha uning qalbida rahm shafqat hissini uyg'otadigan bo'lib qoldi. Derinal xonim bir qarashda ovsardek tuyuladigan ayollar sirasiga kirardi. Uning hech qanday hayotiy tajribasi bo'lmay, suhbat chog'i u o'zini ko'rsatishga urinmasdi. Nozik va mag'rur qalb sohibasi bo'lgan bu ayol har qanday inson singari baxt sari intilar ekan, taqdir taqozosi bilan tevarak atrofini o'rab turgan bu qo'pol kishilarning nima qilishayotganiga ko'pincha shunchaki e'tibor bermasdi. Agar biror ma'lumoti bo'lganida edi, Derinal xonim o'zining soddadilligi va aqli tiyrakligi bilan kishilar e'tiborini o'ziga tortgan bo'lardi. Biroq badavlat merosxo'r sifatida u Iso alayhissalomning muqaddas yuragi ordenining ashaddiy muxlislari bo'lgan hamda euzitlarning dushmani hisoblangan barcha fransuzlardan qattiq nafratlanadigan rohibalar qo'lida tarbiya topgan edi. Xonim monastirda o'qitishgan barcha bo'lmag'ur narsalarni tez kunda unutib yuborishga aqli yetdi-yu, biroq buning o'rnini biror boshqa ma'lumot bilan to'ldira olmadi va butunlay jaholatda yashayverdi. Badavlat merosxo'r bo'lganidan odamlarning unga xushomad qilishlari va o'zining g'oyatda xudojo'y bo'lgani xonimning odamovi bo'lishiga sabab bo'ldi. Ko'rinishidan u juda itoatgo'y, o'z irodasidan butunlay voz kechgandek tuyulardi. Shuning uchun ham veryerlik janoblar doim uni o'z xotinlariga ibrat qilib ko'rsatishar va bundan janob Derinal g'oyat faxrlanib yurardi. Aslida esa xonimning odatdagi ruhiy holati o'ta ketgan takabburlik oqibati edi. Mag'rurlik timsoli sifatida eslab yuriladigan biror malika ham o'z saroy ahlining qilayotgan ishiga mana shu g'oyatda muloyim va kamsuqum ko'ringan ayol o'z erining barcha ishlari yoki aytgan gaplariga e'tibor bergandan ko'ra ko'proq e'tibor bergan bo'lsa ajab emas. Julien kelguniga qadar xonim e'tibor beradigan yagona narsa uning o'z bolalari edi. Ularning tobi qochishi, ularning tashvishi-yu, ularning quvonchi qalbini butunlay band etib qo'ygan edi. Derinal xonim umri bino bo'lib, Bezansondagi Iso alayhissalomning muqaddas yuragi monastirida tarbiya ko'rayotgan kezlari mehr qo'ygan Parvardigordan bo'lak hech kimni sevmagan edi. Agarchi xonim bu haqda birovga aytishni lozim topmagan bo'lsa-da, biroq o'g'ilchalardan birortasining xiyol eti uvishsa yoxud issig'i ko'tarilsa, u darhol go'yo farzandi nobud bo'lganday o'rtana boshlardi. Oilaviy hayotining birinchi yillari u ochilib, sochilib ketgan kezlari eriga o'z kechinmalarini hikoya qilmoqchi bo'lganida, janob Derinal yelkasini qisib iljayar va xotinlarning tentakligi haqida biror siyqasi chiqqan gapni aytib qo'ya qolardi. Bunday hazillardan, ayniqsa bolalarning betobligi xususidagi hazillardan Derinal xonim zil ketardi. Yoshlik yillarini o'tkazgan Euzitlar monastiridagi yaltoqi xushomad o'rniga u ana shu narsaga ega bo'lgan edi. Qayg'u uni tarbiyaladi. Bu dilsiyohlik haqida u hatto eng yaqin dugonasi Dervil xonimga ham bir og'iz gap aytmadi. Bunga uning g'ururi yo'l qo'ymasdi. Shuning uchun ham u barcha erkaklar o'z eri janob Valeno va prefektning yordamchisi Sharkode Majironga o'xshagan bo'lsa kerak degan ishonch bilan yuraverdi. Qo'pollik va daromad, mansab hamda mukofotga aloqasi bo'lmagan
barcha narsaga o'ta beparvolik, o'zlariga yoqmaydigan har qanday fikrga nisbatan ko'r-ko'rona nafrat, erkak zoti uchun bularning bari xonimning nazdida ularning etik hamda fetr shlyapa kiyib yurishi kabi tabiiy bir narsadek tuyulardi. Biroq oradan shuncha yil o'tishiga qaramay, Derenal xonim baribir o'zi oralarda yashashga majbur bo'lgan bu puldorlarga ko'nika olmadi. Navqiron dehqon yigitcha Julyenning bunday muvaffaqiyat qozonishi ham ana shundan edi. Shu oliyjanob va mag'rur qalb sohibiga bo'lgan xayrixohlik xonim yuragiga o'zining yangilik jozibasi bilan qandaydir shirin halovat baxsh etdi. Derenal xonim tez orada Julyenning eng oddiy narsalarni bilmasligini, bu hol hatto uning ko'nglini iyitardi va biroz qo'polligini kechirib yubordi. U asta-sekin bu qo'pollikni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Xonim yigitcha eng oddiy narsalar haqida ham juda ta'sirli qilib gapirishini his etdi. Masalan, uning ko'chani kesib o'tayotganda yelib borayotgan dehqon aravasi bosib ketgan it haqidagi hikoyasini olaylik. Bunday baxtsiz hodisa janob Derenalning qo'pol kulgisiga sabab bo'lardi. Bu o'rinda esa xonim Julyenning qop-qora va chiroyli qoshlari iztirob bilan chimirilganligini ko'rdi. Bora-bora unga mardlik, ruhan oliyjanoblik, insoniylik kabi fazilatlar faqat ana shu navqiron abbatgagina xosdek tuyula boshladi. Bu fazilatlar ta'sirida o'z qalbida uyg'ongan xayrixohlik va hatto qoyil qolish tuyg'ularini xonim endi yolg'iz Julyengagina bag'ishlagan edi. Parijda Julyen bilan Derenal xonim o'rtasidagi munosabat osongina hal bo'la qolardi. Ammo Parijda muhabbat romanlar mahsuli hisoblanadi. Navqiron tarbiyachi va uning tortinchoq bekasi 3-4 ta roman o'qigach yoki gimnast teatrida ijro etiladigan qo'shiqlarni tinglagach, darhol o'z munosabatlarini aniqlab olgan bo'lardilar. Romanlar ularga o'zlarini qanday tutishni o'rgatgan, taqlid qilish uchun namunalar ko'rsatgan bo'lardi. Qarabsizki, hatto ehtimol o'zi istamagan holda ham Julyen shuhratparastlik yuzasidan beixtiyor o'sha romanlarda tasvirlangan muhabbatga taqlid qilib qo'ya qolardi. Aveyrondagi biror kichik shaharcha yoki Pireney tog'i etaklarida har qanday tasodif masalani bir zumda hal qilgan bo'lardi. Odatda issiq iqlimning ta'siri shunaqa bo'ladi. Bizning ser bulut osmonimiz tagida esa kambag'al yigitcha shoir tabiat bo'lgani uchun pul sarf qilish lozim bo'lgan quvonchlarga intilgandan ham shuhratparast bo'lib qoladi. U har kuni faqat bolalarining tashvishi bilan yashaydigan va o'zining yurish-turishi uchun romanlardan namuna izlamaydigan 30 yoshli g'oyat pokiza ayolni ko'radi. Hamma narsa asta-sekin davom etadi, chunki viloyatda voqealar juda ohista rivojlanadi va bu tabiiy hol albatta.